Ko'nglimda g'upurni o'zimning eri deb o'ylaganligimdan tayanchim bordek ruhimga kuch beratdi. Endi men bu kuchdan ayrildim. O'zimni kuchsiz va ojiz holda tanho yolg'iz his qildim. Bu ig'ri turmush ichida shuncha yillarni o'tkazishni o'ylasam, o'zimni yo'qotgandek bo'laman. Hech kimning so'zi quloqimga xo'sh yoqmaydi. Hech kimni ko'rgim va hech narsa qilgim kelmaydi. 2 kun og'rib kelib, ishqimga chiqolmadim. Oxiri o'ylab, mushu yerdan qochib ketmay, men bu kundan qutula olmayman degan xulosaga keldim. Bu fikrim meni bir oz yeniklashtirdi, ham ko'nglimda umid paydo bo'ldi. Shuning bilan butun fikrim qanday qilib qochib ketish va mushu yerdan qutulish degan narsada bo'ldi. 2 haftadan keyin jur'atlik holda asta o'rnimdan turib taloga chiqsam, jimjit, hech kim ko'rinmaydi. Hojatxona tarafga qarab mangdim. Bir oz atrofni kuzat qilib turib, ondan asta mangdim. O'zgarish maydonidan uzoq ketguncha orliqda hech qanday to'salg'uga uchirmasdan chiqib ketdim. Xudoga shukr, qutuldim deb xushal bo'lsam-mu, lekin keynimdan qo'g'lab kelib qolmasin deb shundoq tez ma'atdim. Qorong'ulikdan qo'rqsam-mu, biroq qutuldim degan umid menga kuch beradi. Bir kecha to'xtamay shundoq tez menib maydondan uzoqlab ketdim. Tong so'zilganda yiroqdan bir uy ko'rindi. Men o'yladim, kunduz mangsam qo'g'lab kelib meni oson tutib oladi. Kechida mangay kunduzi bir dalda yerni tepib, yetib damalay deb heliqi ko'ringan uy bu tarafga berib bir o'rin tepish uchun ketdim. U uylarning chatda bir ot eg'ili bor ekan. Men berib o'g'zidagi samonning ichiga kirib yetib uxladim. Bek qattiq horg'anligimdan ham qutuldim deb xotirjam bo'lganligimdan qattiq uxlab ketibdiman. 2 odamning so'zlashgan ovozidan cho'chib uyg'onsam, yoshqi cho'ng 2 xanzumanga qarab turgan ekan. Ular meni "Tur" deb ilib mangdi. Men ularga o'z tilim bilan "Menga chiqilmanglar, qo'yib etinglar, menga rahiminglar kelsin" deb yolvursam-mu, so'zimga qaramasdan meni ilib mangdi. Atrofimga qarab yuragim jo'q qilib ketdi. Tova Xudoyim, bu o'zim qashqan shigu bu ekan. O'zimga o'zim tushimmi o'ngimmi deb hayron bo'ldim. Kecha to'xtamay shuncha uzun yo'llarni yursam-mu, mushu atrofdan chiqib ketolmabdiman deb o'yladim. Ta hozirgacha shu ishga hayronman. Shuncha uzab ketgan odam qandoqlarcha yana aynib kelib qoldimikin? Mana shunda qilib 2-3 yil ichida 28 qitim qochdim. Bir qitim qochib shaharga kirolmadim. Keyingi yillarda Shigubuda turmush qattiq ig'ir bo'ldi. Gavliyan mo'mimi yo'q bo'lib, suyuq o'mashqa qoldik. Bir vaqtlik tamoqimiz bir kichik sirkayda o'mash, kuniga 3 chini o'mash qoldik. Go'sht, yog' yoki ko'ktatlardan hech narsa yo'q. Emgak ig'ir, kishilar birlab, ishkilab ochliqdan o'lishga boshladi. Dastlabki o'lganlarni yuyib tarab, kepallab ko'msimu, keyin ocharchilikdan odamlar 5 dan, hatto 10 dan o'lishga boshladi. Bu vaqtlarda ko'mibmi ulgurmasdan o'liklar yo'llarda, ish beshida ko'miksiz qog'i quzg'unlarga va ishlarning o'zig'i bo'lib dalada qoldi. Biz bilan kelgan Potam onammi kelib 6 oy bo'lganda 1-2 kun og'rib tugab ketdi. Bu holat hamma odamga bekmi ig'ir ta'sir qiladi. Hamma odamning ruhi tushkun, qapoqlari selingan, hammaning ko'nglida shu o'limning navbatini kutgandek bilinadi. Butun odamning eskati o'zgarib, ochliqdan ko'zlari poqrab, bir teri, bir ustixonga aynib qolgan edi. Men yana o'limdan qutulish uchun qochishni o'ylaydim. Oxirgi martaba qochganda put qo'limda kuchim yo'q. Qoq ustixonga aynib ojizlab qolgan vaqtim edi. Qochib chiqib o'zimni ko'chib taslikda oran mangdim. Tong yorib qoldi. O'zimni dalda yerga elib, ondan dam olay desam, hech dalda bo'lg'udak yer ko'rinmaydi. Ammo mang'uda hech modarim qolmadi. Qadamni ming taslikda putimga tosh esib qo'ygandek oran otlab boratdim. Butun bedenim qattiq titrashga boshladi. Ko'z oldim qorong'ulashdi. Nima bo'lganimni bilolmadim.
Şundaq mizlik tamaqning puruqi burnimga kirgandan keyin ko'zimni ochsam, burnimning yenida bir qora maylashib ketgan dasmalga yugalgan narsani ko'rib, sakrab turib, oldirash qo'llarim titrab yurib, ichishga kirishdim. Dasmalning ichida pishqan go'sht, 2 tal po'shkal, 2 tal tuxum va bir qancha parcha külgü ko'milib mizlik pishqan non bor edi. Bularni ko'rgandan keyin butun vujudim bilan oldirab yeyishga boshladim. 2 qo'lim bilan og'zimga oldirab tiqatdim. Chala chaynab yutibla yana tamoqni og'zimga tiqatdim. Külgü ko'milgan nondan boshqasini yeb bo'lgandan keyin butun badanim huzurlangandek rohatlanib ketdi. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin bu narsalar nerdan keldi? Men o'zim nerda? Nemishqa bu yerda yotaman degan narsalar yodimga keldi. Ras, bu tamoqlar nerdan keldi? Buni menga kim berdi? deb atrofga sapsilib qaradim. Hech qanday midirlgan jon ko'rinmaydi. Men mang'almay, hushsiz yiqilib yotganda ketayotgan biror odam ko'rgan bo'lsa, rahmi kelib bu taomlarni menga o'shiq kelsa yer deb qo'yib ketdimikin deb o'yladim. Yoki bo'lsa bu harbu yo'li bo'lg'ashqa mangan harbulardan tushib qoldimikin. Qisqasi Alloh menga yordam qilib, Alloh o'zi berdi deb ko'nglimda Xudoyimga shukrlar etdim. Kim menga yordam qilgan bo'lsa, Alloh shu kishiga yordam qilsin deb duo qilib, o'rnimdan turib mangdim. Bir soatlardan keyin kaynimdan otliq qo'g'lab kelib, meni tutib ilib ketdi. Biror oydan keyin men ojizlab mang'almay, og'rib yetib qoldim. Qechib qutulish degan umidmi kesildi. Ochliqda umidsizlik va ruhsizlik kelib qo'shilib, ahvolim kun sanab yomonlashib ketyotdi. Bir Xudoning o'zi yordam qilmasa, boshqa chora yo'q edi. Bir kuni ertagan soat 10lar vaqti bu edi. Kishilar ishga ketgan, yotoqda og'rib ishga chiqolmay, 6 qiz qolgan edik. Qo'rsqim ichib bekmo pijildab ketgandan keyin suv bo'lsa-mu qaynatib ichay deb o'rnimdan turib suv ilib kelish uchun kiyimlarimni kiyib yotoqdan chiqdim. 3-oylar vaqti havomi isib, qorlar erib, bu yerlarda yerlar ichilib, qorayib ko'rinishga boshlagan edi. Turnalar bilan qora ola qog'lar kelib, Shigobu osmida vaqirishib, u yoqdan bu yoqqa uchib yuratdi. Beshimda paxta selib sherib tikkan posma, uchamda maxsus jinoyatchilar uchun tikilgan qora paxtliq chapon, shim va qora paxtliq latxa edi. Chechimni tarmig'li 5 kun bo'lganlikdan sochlarim chuvilib, paqbib ketgan edi. Yotoqdan kuyib, qoridab ketgan ko'rni ko'tarib, put qo'limda mador yo'q, asta desab quduq beshig'i kelib, ko'riga suv oldim. Ko'rni yerga qo'yib ko'p osmonga qaradim. Havo ochiq, osmon shunchalik chiroyli suzuk edi. Qushlar u yoqdan bu yoqqa uchib yuratdi. Erkinlikka tashna bo'lgan holda atrofga qarab bir oz vaqt turib qoldim. Nemishqadir ko'nglim bir narsani kutgandek bo'lib, atrofga ko'z yugurtdim. Bir necha minutdan keyin ot eg'ili tarafdan bir odam eshak yetilab kelyotdi. U odamni ko'rishim bilan o'zimni bilmay otamga o'xshatdim. Yuragim gupildab so'qib ketdi. O'zimni tutolmay, ota deb shundoq vaqirab, eshak yetilgan odamning oldiga qarab yugurdim. Eshak yetilgan odammi eshakni tashlab, "Bolam, monam" deb menga qarab yugurdi. Men otam ekanligini bilgandan keyin ko'zimdan yoshlar quyilib ketdi. O'zimni otamning quchog'iga etib, ho'ngirab yig'lab ketdim. Otammi yugurib kelib, meni bag'riga besib, o'zini tutolmasdan un silib yig'lab ketdi. Bizni ko'rgan Duyjang ishxonadan chiqib, otamni bizning yotoqqa boshlab kirdi. Otam meni va yotoqdagi qizlarni ko'rgandan keyin xeyli uzungacha o'zini bosolmay yig'ladi. Qizlarmi o'zining ota-onasini ko'rgandek bo'lib, hammasi dard alamni ichiga sig'dira olmay yig'lashib ketdi. Yotgan qizlarmi o'rnidan turib, quduq beshig'iga chiqib, ko'ridagi suvni elib kirib, choy qaynatdi. O'rinlarni yig'ib, yotoqlarni ratladi. Otam bir qo'yning go'shtini yog'da qo'rib elib kelibdi va bir cho'ng xaltada unni ham yog' bilan qo'rib elib kelibdi. Onam yog' selib pishshaq to'qash pishirib bergan ekan, uni xurjunning bir beshig'i selib olibdi. Otam yana sanjedan
to'nir samsi bilan bir qachida polonmu ilib kelibdi. Hammamiz birga o'tirib choy ichdik. Bizning osh ko'zlarcha oldirab tamoq yeyishimizga qarab, otam to'xtamay yig'lab, ko'z yashini surtibla o'tiradi. Qizlarning xijolat bo'lganini sezsa, Yanglar balalarım, yanglar, sizlərmi mening qizimga o'xshash qizimsizlar, tortinmanglar, menmi sizlarning otanglar deb qizlarning oldiga tamoqlarni ishtirib qo'yatdi. Hammamiz tamoqlarga to'yib rohat sezdik. Xo'shallikdan qizlar otamga nima deyishni va nima qilishni bilmay, kulishib talmirab qarashdi. Bu 2,5 yil ichida bugun to'yib tamoq yedik va bundoq tatliq taomni birinchi ko'rishim edi. Hem bu balalar ichida birinchi xo'shal bo'lishim bo'ldi. Otam hech to'xtamay yig'laydi. Tamoqni yeb bo'lgandan keyin men onamni va ukalarımni so'radim. Onam ukalaring yaxshi, ular cho'ng bo'ldi balam. Men sening bu kunga tushkuningni yaqinda angladim. Zolim cho'ng onang bizga sening ahvolingni aytmabdi. Kuchardan kelgan bir ayol sening ahvoling to'g'riliq degandan keyin onang ahvolni uqayli deb onang bilan ikkaylan borsak, cho'ng onang qizing degan menak sarang o'g'limni o'ldirishga qaslab pichoq solgan ekan, o'g'limni Xudoyim saqlab qopdi. Sahraliq paskinning jojisini hukumat berib so'lab qo'yibdi. Sahraliq paskindan qiz elib bersam, yana shu sahraliq pasligini qipdi deb jiq haqoratlab bizlarni uydan qo'g'lab chiqadi. Shuning bilan bolalarni tashlab seni izlab chiqili 2 oy bo'ldi. Barmagan yerim tartmagan japoyim qolmadi. Go'ngandanga borsam, "Ati kel, o'gin kel, tekshirib ko'rmadik, oldirash bo'ldi." Kunda ati bilan 2 hafta qaradim. Ondan ular qo'lga ilinganlarning tizimligini aqtirib, sening etingni topolmadi. Ondan 3 kundan keyin kel biz o'lganlarning tizimligiga qarab ko'rayli deydi. 3 kundan keyin borsam, balangning o'lganlar ham tiriklar orasida tizimi yo'q, balki emgak bilan tarbiyalash adratliklarining orasida bo'lishi mumkin deb emgak bilan tarbiyalash adratlarning adreslarini berdi. Men bergan adreslar bo'yicha seni izladim balam. Berib mening qizim qo'lga ilingan ekan, topolmay yuraman deb sat to'g'riliq ularga so'zlab berdim. Ular seni tepib berolmay, ayollarni maydonga ilib chiqib, qator tizib qo'yib, meni boshlab keldi. Qizingizni qarab to'nib eling, balki ismini yutkib olgan bo'lsa, tizimda bo'lmasligi mumkin dedi. Men sap bo'lib turgan ayollarga berib, birdan qarab chiqdim. Chiroyli yosh qiz-cho'qonlar qayg'u alam bilan talmirib qarashatdi. Ularni ko'rib ko'nglim texim aski bo'ladi. Balam bularning ichida yo'q ekan desam, ikkinchi bir o'rinni deydi. U yerga borsam 3-chi o'rinni. Shunda qilib Oltay shahriga berib, shu tariqada ayollar ichidan seni izladim, qizim deb yana yig'lab ketdi. Eng oxirida sen Shiguga berib qarab baq. U yerda bo'lmasa, qizing qo'lga ilinmagan bo'ladi. Boshqa yerdan izlab baq deb Shiguga yo'lga selib qo'ydi. Men bu yerda bo'lmasa qaytib ketay deb o'ylab kelsam, Allohga shukri qizim seni omon ko'rdim deb o'pkisini bosolmay yana yig'lab ketdi. Kesh bo'lishi bilan ayollar ishdan hargan holda aran yetib keldi. Ular otamni ko'rib, o'zining otasini ko'rgandek xo'shal bo'lishib va ba'zilari yig'lashib ketdi. Ayollar tamoqqa o'ltirganda bizning tamoqlarimizni ko'rib, otamning ko'ngli texim aski bo'ldi. Ko'z yashini surtib berib, 2 ko'zi qurib ketdi. Otam xurjunni aqtirib ayollarga talqan, qo'rg'an go'sh va to'qashlarni berdi. Men otamga shivirlab, "Berma ota" deb otamni to'satdim. Otam, "Balam, sang yetidi, ularmi sang o'xshash mazlumlar, undaq qilma" deb yana olatdi. Otam bir hafta biz bilan billa bir yotoqda bo'ldi. Bu jarayonda tashkil bilan so'zlashib, meni elib ketishni o'ylagan bo'lsa-mu, lekin hal qila olmay, bir haftadan keyin qon yutib yig'lab qaytib ketdi. Biz bilan xo'shlashganda otamning yig'isiga qarab, butun qizlar o'zini tuta olmay yig'lab ketdi. Men otamning qarshi yo'qolgacha keynidan ko'z yoshlarim bilan uzitib qoldim. 4 aydan keyin yuqoridan uqtirish kelib, o'zgartish maydonidagi o'ngchi millatchilardan boshqa hamma odamlarni jamiyatga qaytardi. Bir kunlik tamoq yotoq pulimizni berib, yo'lga soldi. Men turar yerim va tonishim bo'lmaganlikdan Xayrinsa degan ayol bilan ikkimiz bir yotoqqa tushdik.
Qo'limda hech qanday iqtisodim yo'q. Beshim gangirab qoldi. Xayrinsa menga qo'rqma adashman. Sen bir joyga o'rlashqicha o'zim yordam qilman deb meni yotoqqa tashlab qo'yib chiqib ketib 1-2 soatdan keyin pul tepib keldi. Nereden aldın adaş desem so'rama dedi. Shundoq qilib xalq bog'chisining kaynidagi yotoqda yetib, oshpazxonada tamoq yeb, xalq bog'chisida cho'gilib kun o'tkazdik. Yurtqa qaytishni o'ylasammi, lekin mumkinchilik yo'q edi. Bir tiyin pulim yo'q, xalqning qo'liga qarab o'tiribdiman. Ish tepish texmi qiyin. Bu yerda nopusum yo'q, ham o'zgarishdan qaytgandan keyin hech qanday o'ringa ish qolmaydi. Qanday qilishimni bilmay beshim ketib qoldi. Bir kuni Xayrinsa bilan paranglashib, o'rindiqda o'tiratdik. Oldimizdan harbiycha kiyingan yoshgina bir yetim u yoqdan bu yoqqa o'tadi va berib bizdan ancha yiroq bo'lmagan o'rindiqda o'tirib bizning ko'zni uzmay qaraydi. Xayrinsa, adash, o yetim bizga to'liq qarab ketdi. Sana ko'zi tushib qoldimi nima deb chaqchaq qilib kuldi. Burilib qarasam, rostdan u yetim menga tikilib qarab o'tiradi. Ko'zimiz uchrashganda men xijolat bo'lganimdan yerga qarab oldim. Ko'p o'tmasdan u yetim yana oldimizdan o'tdi. Xayrinsa yana chaqchaqlab kuldi. Kashqurun bog'chaning ichida aylanib yursak, u yetim yana yo'liqib yenimizdan o'tib bizga qargan edi. Xayrinsa salomlashdi. Shu bahona bo'lib, u yetim to'xtab salomlashib bizdan "Nereden keldinglar? Qayerliksizlar?" deb so'rab o'ltirib paranglashib tonishib qoldik. U yetimning ismi Ömercan, dadasining ismi Osman. O'zi 90'lik bo'lib, milliy armiyaga qatnashib, otliq polkda ishlagan ekan. Yaqinda ularni armiyadan chekindirib, o'z yurtiga qaytaribdi. Ömer, otliq polkda ishladim. Polkda bo'lib, o'ylanmay yurgan edim. Endi yurtga qaytganda o'ylanmay yolg'iz berishga nomus qilyapman. Shunglashqa o'yinib, oilam bilan borsam deb o'ylayman. 2 hafta bo'ldi. Yurtga qaytmay yuribdiman deganda Xayrinsa kulib menga qarab qo'ydi. Ömerning o'zimi qizirib yerga qarab jim bo'lib qoldi. Bu ahvolni sezgan Xayrinsa, "Xijil bo'lmang, biz sizga yordam qilamiz" dedi. Ömercan xijil bo'lib tortingan holda, "Men imhonim rozi bo'lsa, yurtga elib qaysam deyman" dedi. Men bir to'y qilgan bo'lsam-u, xijolat bo'lib yerga qaradim. Ertesi biz berib to'y xat oldik. Ondan Ömercan o'zining chekinish puliga menga va ota-onasiga kiyim-kechak va sovg'at elib 90 ga tushib ketdik. Ömerning uyi 90 yezdan bo'lib, qeri ota-onasi bor ekan. Ular bekmu esil, oq ko'ngil, mehmondo'st, el ichida hurmati bor, 5 namoz yaxshi kishilar ekan. Men borgandan keyin kelinim deb beshdi ko'tadi. Qiynata, qiynanam atdigan namozda turib, o'zlari choy qaynatib ichib, hamma yerlarni yig'ishtirib, tozalab, hamma ishni tugatib qo'yatdi. Men o'rnimdan turishdim burun cho'gillarda yuzimni yuydigan suvni isitib, uyimning eshik oldiga akilib qo'yib, choylarni qaynatib, chini chaynakka choy damlab, dasturxon hozirlab qo'yib, tushlik tomoqqa tayyorlanib, men choy ichib bo'lg'icha tushlik oshni qiladi. Qisqasi menga hech qanday ish qildirmaydi. Oppoq qizim deb mening hurmatimni toza qildi. Erim bo'lsa, tong sarda chiqib ishlab, kech qorong'uda qaytib keladi. 90 issiq, to'pisi qumliq va yer bo'lganlikdan Gongshining asosiy ziroati Xasun, Uyg'urcha atalg'usini bilmadim. Bo'lib, yaxshi o'xshaydigan ziroat ekan. Butun Gongshi bo'yicha Xasun terib, uningdan kirgan kirim yaxshi bo'lganlikdan xalq turmushimi yomon emas edi. Ömerning ota-onasi meni ota-onamning oldidan to'y qilib, ularning roziligini elib olmaganlikdan ularning oldiga berib, namaqul bo'lib, roziligini elish uchun hozirlandi. Yo'g'on bir qo'yni qo'ldi. Bo'rdab baxti. Kuzda hosil elingandan keyin kucharga berish uchun hozirlandik. Meni qiynanam beshni ko'tarib hurmatimni qildi. Men bo'lsam 90 bozori bilan yezi orasida o'ynab yurib kunlarni o'tkazdim. Ömermi meni jinidan ortiq yaxshi ko'rdi. Menmi o'z turmushimdan, Ömerjandan, ota-onasidan bekmi xo'shal ham rozi edim. Ömerning dadasi og'rib qilib kuzda bora olmay, yozda meni elib kucharga berib kelmoqchi bo'ldik. Shundaq chiroyli turmushda 1 yil ko'zni ichib yumgandek o'tib ketdi. 4-ay aprel yoz vaqti men 90 bozorda ketib o'tdim.
keynimden birisining "Manam" deb tovlagan ovozi anglab, keynimga burilsam, Shigobuda yotgan Kerem degan yetim ekan. Ko'rishib bo'lgandan keyin mendan "Siz bu yerda nima qilib yurisiz?" deb so'radi. Men to'y qilib kelganligimni uyimning go'ngshi dilqini aytdim. Bir oz paranglashgandan keyin ketishni o'ylab, Uyg'urlarning odati bo'yicha men uningga "Uyga boshlaymi?" deb taklif qildim. Shundaq desam, "Xo'sh" deb ketib qolarmi deb o'ylasam, yezig mangdi. Uydagilarga bu odamni nima deb tanishtiraman deb xijolat bo'lib, ko'p o'ylab u odamni Umarga va uydagilarga "Akam ismi Mehmet" deb tanishtirdim. Qiynatam va Umar uni beshida ko'tarib izzatlab kutib oldi. Qo'lida beqiyotgan qo'yni so'ydi. Kuniga necha xil tamoq qilib, shundoq yaxshi kutdi. Kechasi imxonamning akisi deb Keremni bizning uyda yotqizdi. Bir tarafiga Umarga o'rin solsam, bir tarafimga Keremga o'rin silib beraman. Umar saharda ishga chiqib ketadi. Kerem bilan ikkimiz uyda qolamiz. Biz turib chiqishcha Qiynata bilan Qiynanam tamoqlarni pishirib, dasturxonlarni hozirlab bizni kutib oladi. Shunda qilib Kerem bizning uyda 2 hafta turdi. Uningga Qiynatam chibar qurtdan bir to, sarjidan bir to kiyim kiygizdi. Putiga xurum o'tdik. Ko'ynak elib keldi. 2 haftadan keyin Kerem menga "Manam, bu burni yo'q to'qsonlik bilan mushu to'pi basgan yerda yashab nima qilasiz? Tashlang buni, men bilan ketsangiz, men sizni shahar, yurtmi yurt yurgizman. Xohlagan narsalaringizni olsiz. Davlat, pul sizning bo'ladi. Men sizni hech nimaga muhtoj qildirmayman. Juring tashlang bu to'qsonlikni. Yaqinda Beijing, Shanxay, Tianjinlarga boramiz" dedi. O'ylanib ko'rib 90ning yuzda yashig'icha cho'gilab yurib yurt ko'rsam yaxshi emasmi degan o'yga kelib Keremning so'ziga qo'shildim. Shuning bilan Kerem uydagilarga "Men singlimni ajratib elib ketaman" dedi. Bu so'z uydagilar uchun osmon o'rilib tushgandek bo'lib tuyuldi. Qiynatam Keremga yig'lab yolvoradi. "Unda qilma bolam, qizimni elib ketsang, umrim qandoq chidaydi? Yolg'iz bolamni dog'da qo'ymanglar" deb yolvoradi. Dadasimu yolvorib nima qilishni bilmay qo'llari titraydi. Kerem qo'pol tegib ularni silkib, vaqirib sotqa boramiz deb sotqa mangdi. Umar mening oldimga kelib, "Manam, bizda nima xatolik o'tdi? Ota-onangning oldiga namoqliqqa borayli, men seni aparay" deb yolvordi. Ularning oqsariga qaramasdan 90 bozorga sotqa bordik. Umar bir bechora holatga tushib, mening oldimga kelib menga yolvoradi. Kerem meni yenib qolarmi degandek meni uningdan qochirib chatga tartatdi. Umarning ota-onasi o'g'lining holiga qarab billa ekishib shahriga kirdi. Apsi oldimga kelib odamning ichi ezilgida qilib, "Ketma bolam, o'g'limni o'tqa solmasang nima bo'lar" deb yig'lab yolvoradi. Kerem qo'pol, rahimsizlarcha silkib tashlaydi. Mening ichim og'rib ketdi. Nima qilishimni bilmay ikkilinib ketdim. Lekin Kerem meni ular bilan uchrashishga yo'l bermaydi. Peşin vaqtida Kerem berib samsi bilan manti elib kelib ikkimiz shuni yedik. Tamoq mening gelimdan o'tmay qoldi. Umar bilan ota-onasi uydan elib kelgan nonni yeyishdi. Men Keremga ularni tamoqqa chaqirayli desam, meni vaqirab silkibdi. Sotdan ayrilish qog'ozini elib bo'lganda Umarning onasi bekmi yig'lab ketdi. Umar kelib menga to'xtamay yolvoradi. Kerem qo'limdan silkib chatga tortib, Umarga yaqin keltirmaydi. Umarning dadasi yo'g'on bir bo'pi narsani elib kelib, "Buni qudularimizga elib beringlar. Agar manam kelaman desa, elib kelib qo'ying" dedi. Kerem u narsalarni elib mangdi. Umar xeyli yergacha orqamizda mengib turib qoldi. Shu kuni mashinaga o'tirib Aqsuga qarab mangdik. Mening ko'nglim bir qismi bo'lib, hech narsa xo'sh yoqmaydi. Kerem mashina to'xtagan yerda tushib, kishilarning yonchiqidan pul o'g'irlab mangdi. Aqsuga berib meni dangda qoldirib, o'zi Aqsu shahriga kirib, nurg'ulg'an pulni o'g'irlab chiqdi. Shu kuni yana yo'lga chiqib, Urumchiga qarab mangdik. Chunki Urumchidan Qumulga, ondan Xitoy o'lkalariga bormoqchimiz. Kechada Kuchar shahriga kelib tushdik. Yotoqda yoshqina bir ayol bilan birga yotdik. Uning bilan uzungacha muntishib so'zlashdik. Men o'zimning kuchalik ekanligimni, uyimning qayerda ekanligini va Kuchar noilik soqchi idorasining boshlig'i dadamning akisi ekanligini va o'zimning kim ekanligimni aytib tanishtirdim. Shuning bilan yetib qoldik.
Səhər vaqtida uyg'onib qarsam, u ayol shirin uyquda uxlab etibdi. Yostiq ustiga chiqarib yotgan sol qo'lidagi esil soatiga ko'zim tushdi. Ko'nglimga bir jin keldi. Elib olmamdim deb o'ylab, asta qo'limni so'zib soatni qo'ldan yashdim. U ayol tuymay uxlaydi. Soatni elib asta yotoqdan chiqib ketdim. Cho'ng dadam turgan soqchi idorasiga berib, cho'ng dadamni izladim. U odam texi ishga kelmagan ekan. Otamning shu idorada kuzatchi bo'lib ishlaydiganligini anglab, otamni izlab bordim. Otam o'choqqa o't qalab, suv qaynatayotgan ekan. Eshikdan kirib kelganda, otam yugurib kelib meni quchoqlab bag'riga besib, peshonamdan so'yib ketdi. Xo'shallikdan yugurib yurib choy qaynatib, o'zining karvatining ustiga kichkina dasturxon soldi. Navat qallarni to'kdi va yugurib chiqib, bozordan issiq non olib kirdi. Chaynakka choy damlab, chinlarga choyni qo'yib etib, o'zining akasining yordami bilan shaharga kirib ishga o'rinlashganligini, yaqinda onam bilan ukkularimni ko'chirib keldiganligini aytib, bak xushal parang qilib berib Taladan bir odam kirib otamga, "Bu sizning qizingizmi?" deb so'rashi bilan yuragim qat qilib qoldi. U ayolga o'zimning kimligini va adreslarni deb berganligim yodimga kelib qoldi. Otam bechora, "Ha, mening qizim bugun keldi" deb soddaligi bilan xo'shalolda u kishiga meni tanishtirdi. U odam qizingizni ishxonaga chaqiryotdi, bir kirib chiqib ketsin bo'lamdi dedi. Otam hayron bo'lib bir menga, bir u odamga qarab turib qoldi. U odam meni boshlab ishxonaga olib mangdi. Men ishning chataqligini sezdim. Ishxonada qapoqlari turilgan cho'ng otam bilan yana bir odam ham yotoqda birga yotgan heyliq ayol o'ltiradi. Cho'ng otamning yonida o'ltirgan odam heyliq ayoldan "Mushu xonimmi?" deb so'radi. "Ha, shu" degandan keyin cho'ng otamning chiroyi o'ngan holda "Soat qani akal" dedi. Qattiq qisilishlar ichida soatni qo'limdan chiqarib berdim. Ömrümdə birinci qitim qilgan o'g'irlik meni rasvo qildi. Yamonga yo'liqsang yo'lisi, qozonga yo'liqsang qarisi degandek Kerem bilan mangan yo'lning dastlabki qadami meni sharmanda qildi. Ayoldan "Shu sizning soatingizmi?" deb so'radi. "Ha, mening" degandan keyin soatni ayolning qo'liga berdi. Ayol menga qarab, "Adresingizni menga deb berganingiz uchun ko'p rahmat" deb cho'ng otam bilan heyliqi odamga qarab rahmat aytib chiqib ketdi. Men o'lmadim, ammo o'lgandan yomon bo'ldim. Cho'ng otamning yonidagi kishi chiqib ketdi. Cho'ng otam nomusga chidamasdan bir o'ltirib, bir turib menga qattiq so'zlab ketdi. "Bu sening nima qilib yurgan sharmandachiliging? Otangnimi, menimi yo'q qilding-ku. Bizning bu kuchar shahrida yuz ko'tarib yurguchiligimiz qolmadi-ku. Seni qonun bo'yicha qo'lga olish kerak. Seni bu shaharda so'lab, men bu yerda tura olmayman. Hozirgi minutdan boshlab kuchar shahridan yo'qol. Bu yurtga oyoq bosma. Onangnimi, otangnimi bu shahardan qo'g'layman. Sen o'zingni emas, butun oilamni vayron qilding" deb bir odamni chaqirib, meni bir eski uyga so'lab qo'ydi. Men derisini chiqib tushib qochdim. Danga bosam, Keremlar amdi mangmoq bo'lib turibdi ekan. Men shular bilan Urumchiga keldim. Biz mashinadan tushishimiz bilan 5 odam bizni cho'rdab elib, Kerem qo'lingdagini yerga qo'y deb vaqirdi. Kerem qochmoqchi bo'lib edi, hammasi kelib tutib qo'liga ishkal selib, menimi birga elib mangdi. Meni yurtma-yurt yurib, sayohat qildirib davlatga shung'itadigan Keremning menga ko'rsatgan davlati mush bo'ldi. Uning askiligini bilib turib, kayniga kirganligim uchun menga xo'p bo'ldi. Bu oz-tehi. Men uning kayniga kirib, o'zimning emas, shundoq yaxshi qiynanamdan ayrildim. Shundoq esil Ömerdan va chiroyli oilamdan ayrildim. Cho'ng otamning yuzini to'kdim va ota-onamning yuzini to'kibla qolmasdan ularni vayron qildim. Cho'ng otamni majburiy onamdan ayirib, ham har ikkisini yeziga qaytarib etibdi. Ular ayrilib ketibdi. Onam bolalarni elib go'ngshiga chiqib ketibdi. Mening sababimdan ular bekmo ko'p vayronchilik tortib ketdi. Shuning bilan meni 2 yil kesdi. Shundoq jinimga tekkan Shegobuga ikkinchi qitimmi shundoq qilib kelib qoldim deb ko'ngilsiz kulib qo'ydi. Ayshamning putini ushtib olishi. 31 dekabr shanba.
Kashlik tamoqdan keyin Sadat bilan Aygulning so'qishib, mushtlashganda yotoqda chechilgan samonlarni supurib, samonga mininib yerda yotgan o'rin ko'rpa va kiygizlarni qiqib yig'ishtirib bo'lib, Sajida ikkimiz o'z o'rnimizdan o'ltirib, o'tganki yillar va yangi yillar haqida, saboqdoshlar haqida ham qiziqarli voqealarni so'zlashib, kulishib o'ltiratdik. Qizlar bizning atrofimizga yig'ilib, qarsak bir chiroyli paran qilib, xo'shalik kulishib o'ltiribsizlar. Nima deyishyapsizlar deyishib kelishdi. Sajida, bugun mening tug'ilgan kunim. Men tug'ildim deb yetib kichik boladek engilib yig'ladi. Amina Sajidaning beshiga yog'liq bog'lab, put-qo'llarini tengib zakildi. Sajida texmi qattiq engillab yig'ildi. Amina, voy xudoyim, qanday qilarman bu bolaning yig'isiga deb xuddi besham yig'langu bolasi bor onalardek ho'diqib yugurib ketgan edi. Hammamiz kulishib ketdik. Sajidaning o'zimi kulib eg'inab ketdi. Biz shunday kulishib turganda tam qo'shni yotoqdan birisining qattiq vaqirgan ovoziga hammamiz diqqat bo'lib quloq silib qoldik. Hoy, Oysham Mamutning ovozi-ku so'qishayotgan o'xshaydi. Oysham satan kim bilan so'qishayotgan ekan? deb Amina yugurib talaga chiqib ketdi. Biz o'z parangimiz bilan kulishib so'zlashib o'ltiratdik. Amina yana to'shqindek sakrab kirdi va Oysham satan Gulnisa Duyjan bilan so'qishib, men kirsam, yolg'iz qizing turmida chirib o'lsin deb to'g'layotgan ekan. Duyjan bo'lsa gap qilmay qarab turadi. Oysham ikki oyog'ini ikki tarafga cho'rib, men bugun sana o'lib beraman. Mening o'lishimga sen javobgar bo'lsan, hey jalab deb yalang'idaq chiqib suv ombiri tarafga yugurib ketdi. Allah u mavu so'g'uqda to'nlab o'ldigan bo'ldi deb ko'zlari chekchib, ansirab turolmay qoldi. Hammamiz qattiq ansirishib qoldik. Qorong'u zulmat kechada sirtda hech narsani ko'rgil bo'lmaydi. Havo qattiq so'g'uq, vijildab shivirgan so'qib turadi. Bu so'g'uqda birdam talada turish mumkin emas. Hammamiz yugurib talaga chiqib, suv ombiri tarafga qarab Oysham Mamutning hayotidan ansiraydik. Chapsam berib uni tutib elib o'limdan qutuldirsa ekan, Xudoyim o'zi saqlasa ekan degan umid bilan jiddilashib suv ombiri tarafga qarab, biror ovoz bormi deb quloq solatdik. Duyjan va kuzatchi ayollar yotoqqa kiringlar deb hammamizni yotoqlarga kirishga buyurdi. Shu orada suv ombiri tarafdan yiroqdan Oyshamning chayqirgan ovozi anglandi. Orqasidan qo'g'lab berib tutib olgan o'xshaydi deb o'yladik. Shu orada Haniba yonimga kelib, Hurnisaning Oysham nemishqa bundaq qipti degan savolga Oyshamning Duyjanning yo'ldishi bilan chatiqi bor o'xshaydi. Duyjan kirib Savrinsaga oyoq kiyim to'g'riliq so'zlashyotdi. Oysham Mamut o'ziga bir nimalarni deb g'o'dinshyotdi. Duyjan Oyshamga qarab, nima bo'lding, nimaga g'ingshyapsan degan edi. Oysham birdilla qaynab og'zini buzib, til haqoratni yog'dirishga boshladi. Duyjan, nima beshamlik qilgani turding, nima demoqchisan deyishiga Oysham yolg'iz qizing jalopliqidan dunyoga nomi tarab umri turmida o'tsin. Shu vaqtda yurgin kuyib o'larsan deb ochiqdan nimalar deb ketdi. Duyjan uning qizini tilga olgan so'ziga chidamasdan titrab ketdi. Mening 2 yoshga kelmagan qizimni nima tilga olsan? Men seni tutib keldim-mi? Pas-paskina o'zingning beshi bilan kepsan. Ketsin rasvo deb vaqirgan edi. Oysham yana beshamlik qilib vaqirib og'ziga kelganini deb chiqib ketdi. Ko'rmamsan, bu bir yomon ish bo'ldi deb turishiga otqa mingan 2 Duyjan qiyochiya qilib Oysham Mamutni ilib keldi. Ondan tushirib yotoqqa qo'ltiqlab kirgizdi. Oyshamning og'zi gapga kelmay muzlab qolsa-mu, to'xtamay kuchab tovlaydi. Qizlar avaylab o'rniga yotqizdi. Uninggacha doktor va kadrlar kirdi. Men yotoqqa qaytib keldim. Sajida, nima bo'pti, nimishqa qechibdi deb so'radim. Men bilmadim. Hurnisa Duyjanning eri bilan Oyshamning chatiqi bor o'xshaydi deydi. Kim biladi? Ko'zimiz ko'rmagandan keyin hech narsa deyolmaymiz. U sirlarni Alloh biladi dedim. Sajida kulib o'g'u shundaq, lekin u gapning jeni bor gapgan dedi. Bular yiroqdan bir kishini ko'rsa, hammasi har turli ovoz bilan muhabbat naqshlarini tovlab ketadi. Agar yaqinroq yerda ko'rsa, so'z tashlaydi. Imkoniyat bo'lsa, xat tashlaydi. Undaq oratam yotoqda yotgan Duyjanning erini har nimalar qilar deb qaqaqlab kulib ketdi.
O'g'u rost, bularni hech narsa deb bo'lmaydi. Endi nima uchun u o'z jiniga qaslab o'lib olmoq bo'lib qochqandi, dedim men. Qara Söyün, meningcha Duyjangni beshamlik bilan qo'rqitib olmoqchi bo'lsa kerak. O'laman deb qassam, qo'g'lab berib tutib oldi deb o'ylagan o'xshaydi. Lekin Duyjang uning o'ylagandek bo'lib chiqmasdan o'zini tutib yolvormadi. Hem ayollarni qo'g'lab tutishga yo'l qo'ymay, kadrlarga aytib, ular otga minib borguncha u keyniga yenishga bo'lmay, ikki orliqda putini ushtib oldi. Lekin o'ziga o'zi qilib qo'ydi. Bo'lmasa o'lib olgudek yoki qochgudek biror ahvol yoki gapmi bo'lmabdi, dedi Sajida. Men uning so'ziga qo'shilib, shundoq bo'lishi mumkin deb o'yladim. Ayşemning qattiq chaqirgan ovozi chiqqan edi. Sajida, "Jur kirib baqayli" dedi. İkimiz kirsak, Savrinsa bilan Patam bir das qor bilan Ayşemning ikki putini ovlab etibdi. Biroq Ayşemning ikki puti xuddi bo'ldirgan mantidek ishib chiqilib turadi. Doktor Ayşemni yotqizinglar deb ikki putiga dori surtib, dorilik lata bilan tengib qo'ydi. Uxlatgan ukol selib va bir tabletka dori ishkizib qo'yib chiqib ketdi. Ayşem to'xtamay og'ziga kelgan tillar bilan tovlab yotadi. Yarim soatdan keyin jini bir az aram etib uxlab ketdi. 3 soatdan keyin voyjanlab uxlay olmay, uning bilan birga bizmi uning zoriga chidamay uxlay olmadik. Ertasi doktor kelib bog'lab qo'ygan dokini ochgan edi. Ikki puti o'tda ko'ygandek tapan terisidan suv qapirib chiqibdi. Doktor teshib suvni taqizdi, doğruladi. Mana shunday qilib oyoqning dardi bilan o'rnidan tura olmay 3 oy azob chekdi. 6 oy qo'ltiq tayoq bilan mangdi. Ayşem Mahmud o'ttir bo'yliq, oppoq, qosh ko'zi qora, burni inchika, uzun, qalpoqlari nepiz, yuzi yumaloq va badan qurilishi qamlashgan chiroyli ayol edi. Agar uning bu chiroyiga qizlarga xos nazokat, hayo va adab axloq va qizlik ipiti bo'lsa edi, u qanday go'zal bir qiz bo'ladi. Zeynep bilan Xosiyat bizning yenimizga kelib, oltin xoncham bilan buloq beshiga suv chiqsak, Gülnisa Duyjangning eri turibdi. Altın xanaca Ayşem Mahmud to'g'riliq xafa bo'lib so'zlab, menga qarab turib töhmat chaplab, beshamli qilib Gülnisani tillab, o'ligini sotmoqchi bo'lib yuribdi. Men milliy armiyada tarbiyalangan jangchiman. Undaq buzuqlar bilan o'zimni bulg'ab, jangchi nomimga dog' keltirib yurmayman. Uzun yil armiya xizmati bilan ko'p joylarda bo'ldik. Bizga Söyüngül, Sajidaga o'xshash üzük ko'zidek sap qizlar uchirgan edi. Lekin biz armiya nomini saqlab, hech qanday bir qizga qarmagan edik. Hozir mening ayolim, bolam bor to'g'riliq, qandaqlarcha men bu askilikni ishlayman deb bek xafa bo'ldi, dedi. Qaranglar, sizlarni Duyjangning eri bek hurmat qildi ekan deb Zeynepning so'zini bo'ldi. Xosiyat va bu yerdagi butun odamlar sizlarni hurmat qildi. Milliy armiyaning harbiylarimi sizlarning yaxshi gapinglarni qildi. Mana qarsak Duyjangning o'zimi sizlarni yaxshi ko'rib, hurmat qiladi. Bizmi sizlarni yaxshi ko'ramiz. O'zimning ojizidek ko'rman deb bizni quchoqlab qo'ydi.